aka pista bodom zo'rlardan bering 20 yillik qadrli mehmon bor. 20 yil? Ha, kelin 20 yil mehmonni xizmati qilib mazza qilar ekansiz-da. Ha, kuling maymun o'ynatyapmiz, ha? Ha, aka yetib aytdim, bizni xotin odamni jaqmaydi. Shokoladni shvetsarskiydan beradi. O'zinikilarga shvetsarskiydan qo'yadi. Meni urug'im kelsa to'rtta qurtlagan turchiy bilan kuzatib beradi. Nimaga aynan chipsini olyapmiz? Chunki bunda atirgulda hidi keladi. Narxi ham hamyon bo'lib, yosh bolalarga ham allergiya chaqirmaydi. Kirlarni ham yumshoqqina qilib yuvadi. Voy, dazmol qilishga ham qiynalmas ekanman-da. Importni. Hozir hamma ayollar shundan ishlatyapti. Kakras mehmonimizga ham Timson rosa yoqadi. Bilaman, Timson zo'r. Mehmon kutadigan meni peshonam sho'r. Davay endi zing'illatib ochdiqi. Dadajon! Tilla qizim. Voy, gupcham kuni bilan mehmon deb men davlana qildingiz. Qani shu qadrli mehmoningiz? O'sha qadrli mehmonimiz mana. Voy, nima mehmon bo'lar ekan? Bu o'zimizning qizimiz-ku. Bizni qizimiz. Lekin afsuski, buni o'z egasi bor. Kun kelib avaylab o'stirgan gulimizni, bizni bag'rimizdan, yuragimizni bir parchasini qo'shib yurib ketadi. Buni faqat qizi bor dadalargina tushunadi. Sensiz hayotning mazmuni qani? Sen aytasan, men aytaman.